Nimagadir bilmaymanki, ko'p gazaviklar mana shu datchikni qo'yib bermaydi. Kapotni ochib, gaz qancha qolganini ko'rasiz. Biz esa mana shu narsani tayyor uslubga qilib beramiz. Bu mijozimiz 6-mashinalarni olib kelishlari, ya'ni buni ham bitta mijozimiz olib keldi. Avvalgi ishlarimiz yaxshi va arzon, sifatli bo'lgani uchun yana qolgan avtobuslarimizni ham olib keldi. Aka, shuncha obuna bo'lib qo'ysangiz, sizga ham mabodo ish tushadigan bo'lsa, arzon va sifatli holatda ustunoka qilib berish variantimiz bor. Ikkalasiga ham elektronli varianti bo'ldi. Ikkitadan 150 talik ballonlar taqib berdik. Turish holatiga bitta baho berasizlar. Idealniy holatda chanalarni ham, lentalarni ham, tagidagi rezinkalarni ham idealniy holatga keltirib berdik. Kak zavodskoyda ustunoka bo'ldi. Motor joyiga keladigan bo'lsak, elektronli varianti bo'ldi. Taqalarini ham, bobinalarni ham, ligirovkalarini ham hammasini zo'r holatda, tayyor holatga keltirib berdik. Endi akamiz maza qilib ekonom variantda bu avtobuslarni xizmatga qo'yaveradi. Aka, shuncha o'ylanib o'tirmang, balon qo'shish, 100% metan ustunovka qilish, hamma metonga oid har qanday xizmatlarni obunachilarimizga arzon narxlarda qilib beramiz. O'shaning uchun obuna bo'lib qo'ysangiz, arzon narxlarda metan ustunovka qildirsangiz bo'ladi. Bu videoni arzon joy, sifatli joy qayerda bor ekan deb izlab yurgan do'stlaringizga tashab qo'ysangiz foydali bo'ladi. Pastdagi nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib, o'zingiz qiziqtirgan savollarni bersangiz bo'ladi. Yana eslatib o'tamiz, biz xohlagan joyda naqd so'rang, o'sha narxdan ancha arzon qilib berish variantimiz bor.